Bu monsterni tushunish uchun raqamlar yetarli emas. Uni chindan his qilish kerak. Bir vaqtlar butun dunyo trassalarini sukutga solgan nom bor edi. Bu monster esa o'sha afsonaning zamonaviy avlodi. Ford GT. 2010-yillar boshida Ford kompaniyasi Le Mans tarixi yana bir bor takrorlanishini xohladi. Ular 1966-yilgi afsonaviy g'alabadan keyin kompaniya yangi avlod poyga monsterni ishlab chiqarishni reja qildi. Keyin esa ular shu g'oyalar bilan butunlay yangi platforma, karbon monokok kuzov va markazda joylashgan EcoBoost V6 motorli Ford GT ni taqdim qilishdi. Bu avtomobil avvalo trassa g'alabalari uchun chiqarildi va 2016-yilgi Le Mansda o'z sinfida g'alaba qozonib, tarixi yana bir bor takrorlanganini isbotladi. Uning dizayni Le Mans poyga prototiplar va aerodinamik tunnel sinovlaridan kelib chiqqan. Yon tomondagi ulkan havo kanallari havoni orqa qanotga yo'naltiradi. Uchuvchi arkalar kuzov orqasida sof aerodinamik tunnel hosil qiladi. Orqa qismidagi katta difuzor havo oqimini tezlashtiradi. Aktiv qanot esa tezlikka qarab burilib, avtomobilning harakatini nazorat qiladi. Unda 3,5 litrli EcoBoost V6 twin turbo motor, taxminan 647 ot kuchi va 746 Nm. Maksimal tezligi 347 km/s, 0 dan 100 gacha esa atiga 3 sekund. Bu motor Le Mans poygasida jamlangan texnologiya va tajriba asosida tuzilgan yo'l versiyasidir. Bu model 2016-yilgi Le Mans poygasida GTA Pro klassida birinchi chiqishdayoq chempion bo'lgan. Bu g'alaba 1966-yilgi GT40 triumfidan ro'porosi 50 yil o'tib takrorlandi. 2016 va 2019-yillarda Ford GT, WAC va IMSA chempionatlarida qatnashib, bir nechta sinf g'alabalari va podium natijalarini qo'lga kiritdi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Bu monsterning o'ziga yarasha ishqibozlari bor. O'shalarga yuborib qo'ying.